Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sog'omon yursizlarmi, bormisizlar do'stlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Do'stlar, bugun sizlarga sotiladigan mashina bor, shuni bir obzorini qilib o'tamiz do'stlar. Mana bu yerda KAZ yuk avtomashinasi bor, sotiladi do'stlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu mashina sotuvda. Bu mashinamiz bir 2 yillab bo'ldi yurmay turibdi. Lekin faqat akkumulyatorlari kelamiz и tormoz sistemasi ishlamaydi. Motorlar kombayn motor qo'yilgan, somoda motor deb aytadilar, dizel salarkada yuradi. Bu mashinamizni xohlasangizlar kuzovlarini отдельно sotishlarimiz mumkin. Kuzov kerak deb yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana shu kuzovini o'zini 40 million so'mga olib ketishlari mumkin. Kuzov paket, yangi kuzov. Kabinkalari ham mana ko'rib turibsizlar. Ko'rinishi juda ajoyib, ideal holatda. Mana. Xohlasangizlar отдельно sotishimiz mumkin. Mana bu yerda o'zini avvalgi motori bor. 6 porshilli KAMAZ motor bo'lgan. Avvalgi motorlari. Mana bu yerda zapaska balonlari bor. Mana. Xohlasangizlar turishini mana shu o'zini shu turishini 50 million so'mga olib ketishlaringiz mumkin do'stlar. Bu motorga agar benzin zil motor qo'yilsa, benzinli motor qo'yilsa, gaz qo'yib haydasa bo'ladi do'stlar. Liboy motor tushib ketaveradi bunga. Mana shu KAZ yuk avtomashinasi sotuvda do'stlar. Mana avvalgi motorlari bu mana. Bu yerda 3 ta, bu yerda 3 ta. Yana bor 6 porshilli. Bu ishdan chiqqan, bu ishlamaydi bu. Zapchast o'rnida foydalansa bo'ladi. Hozir o'ziniki yangi kombayn motorda turibdi, 4 porshilli. Kombayn motor ekonomishli. Soatına 5 litr idi. Soatına kombayn motorlar bilasizlar, soatına yeydi dizel motor. Mana kuzovlari yangi kuzov, hozir shuni bunaqa yaxshi materiallardan qildiraman desangiz ham shu pulga tushasizlar baribir. Ustaqi bilan ko'p kam tushib ketasizlar shuning uchun. Kuzovi zil mashinalar katta zillaga tushadi. 3 qatna birgan, 3 qatna birgan zillaga tushadi do'stlar. Xohlasangiz o'zingiz 50 million so'mga olib ketib, zapchastga ishlatsangizlar ham bo'ladi. Bu yoqni ko'rib minsangizlar ham bo'ladi do'stlar. Mana shu mashina sotuvda do'stlar. Xohlasangizlar motorini отдельно 10 million so'mga sotishlarimiz mumkin. Ramalarini отдельно, hamma joyini отдельно, kuzovlarini отдельно sotib olishlaringiz mumkin do'stlar. Mana. Ekranda egasini telefon nomerlarini yozib qoldirib qo'yamiz do'stlar. Bemalol qo'ng'iroq qilib, gaplashib o'tishlaringiz mumkin. Xarid qilib olishlaringiz mumkin. 150 kop, 90 kilolik, 100 kilolik kop, yuruvchi koplardan 150 kop, 160 kop yüklab qatnagan ekanlar. Bemalol 15 tonnani tortadi. Shunday yuk bosib qatnalib turgan mashina do'stlar. Do'stlar, sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz do'stlar.